Kimni ko'rish kerak? Qayerdan kelding? Namangan. Namangan. Bilamizmi? Ha, birgamiz. Opaxon nima bo'lgan? Meni oyog'im, mana tuz bor, o'tirsam ancha joygacha yurolmay qolaman. Og'riq bo'lyaptimi? Og'riydi, mana shu tomon shishib ketadi meni oyog'im, tobenimni qo'ya olmayaptim. Mana shu tuzam mana iti. Men buyuralarimda, nimadan toshib o'tibalarimda. Ko'zim xiralashib ketdi. Hozir bormi og'rig'ingiz? Ha? Pasaydimi? Men tobenim yomon. Mana shu tuzam bilan tovo. Endi ko'ringchi. Ha? Shu. Yengillashdingizmi? Sal bo'shadingizmi? Ha. Endi qarangchi. Ha? Nima? Yurib ko'ringchi. Tuzlarini magazinga olib sotib yuboramiz. Ha? Tuzadan past. Sal bor, yengillashdingizmi? Ismingiz nima? Salomat. Salomatmi? Ha. Salomat bo'ling. Endi ko'ring. Ha, salomat opa. Ha? Yaxshimi? Aniqmi? Qalaysiz? Yaxshi, rosa qizidi besh. Ha? Qizidi beshim yaxshi. Boshida qizidami? Men o'qituvchiman-da. O'qituvchimisiz? Ha. O'qituvchi. Qalaysiz? Yaxshi. Nima yaxshi? Ancha yengilladingizmi? Ha. Rostami? Alaganingiz yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Benimga girişe bor, tuzlarim og'riydi. Bormi og'riq? Ha? Nima sezmayapsiz? Yo'qoldimi? Ancha bor, tuzlarim ham og'riydi. Tuzlarimni ham bir nima. Endi-chi? Ha? Ha? Dardi yo'qoldi. Dard yo'qoldi, qayerga yo'qoladi? Bo'lmasam Tojikiston ketdi. Tojikistonga ketdi. Kimga o'rayapsiz? Oyog'im yurolmayapti. Bu yerga kelganimda yuribman-da. Shunga qaramsizda ixlos qiluvdim sizga. Qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan. Nechta seansmi? Birinchisi peshanba kuni Ha? peshanba kuni keluvdik kechroq bilmabmizda. Ko'rishmaydi dedi, keyin bu yerda yotib turibmiz. Yotuvdim. Oyog'ingizni olib qo'yib yubordim. Oyog'im siz shu yerga kelganimda yugurib yuribman. Hayron qoldim. Mana yemirilish mana bu operatsiya. Tavba. Shunga juda ixlos. Qanchadan beri og'rig'i? 1 yildan beri. Matamasa qilyapsizmi? Ha. Ketmay qo'yaveringmi, o'zi shetda yuraveringmi? Hammasi. Shunga qarab ham ko'zimni ko'rsatmadim, ko'zimdan sig'i bor. Yaxshi bo'lib qoldim-da. Ha, xudo xolasa. Batto havosi shunaqada tortadi, shifo beradi. Alloh rozi bo'lsin. Endi chindan Ana endi oyoqlarni og'riq qo'yib yuboribdi mana. Nima qilish kerak endi? Menda bas-ku. Assalomu alaykum hammalar. Bormisizlar? Qani bismillahirrohmanirrohim. Alloh kelgan shu onaxonlarimni, opa-singillarimni dardlariga shifo ber. Noumid qilmagan. O'zing chaqirding, o'zlaring shifosini ber endi. Alloh shu kir qo'llarimizni em qilsin Alloh. Mushkullarni Alloh oson qilsin. Dunyo turguncha turinglar. Oilalaringda ham hech qachon kasallik bo'lmasin. Bola chaqalarimiz sog' salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz umrlar uzoq bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Men tilagim dunyoda kasal qolmasin. Hech ham birovga muhtoj qilib, ovora qilib mana uzoq joylardan kelyapsizlar. Alloh shu ajrim savobini bersin. Alloh kimga Alloh niyat qilib qo'l ursam, Alloh hammalarga shifosini beradi. Meni qo'limda bas, faqat Allohdan so'raysizlar. Alloh niyat qil, ixlos. Bir marta, ikki martada bo'lmaydi-da. Masalanda, o'shaning uchun bitta bir xilgalar bir kunga kelyapti, ketyapti. Unaqada shifo topolmaysizlar. Osalan 2-3 kun kamida olishdan kerak. Doktorga borsanglar 10 kun yotasizlar. O'shaning uchun men Xudo basman. Men yeshasa basman. Prosta sizlar uchun so'rayman xolos. O'shaning uchun Allohdan niyat qilinglar bo'l, boshqa narsa kerak emas.
Yaxshimiz. Keldik. Yaxshi. Dekabrga keldim. Ikki og'iz gapirsam maylimi? Mayli, mayli. Men she'rimdan juda kuchli og'riq berardi. Hattoki jag' tishlarimni ham o'ldirib tashlaganman. Shu tushimdan qochyapti deb. Keyin sizga keldim. Birinchi seansdan shunday og'ridim. Ikkinchi seansga kelib turib, bitta seans oldim. Umuman yo'qoldi-da shu og'riq. Yo'q. Ishda lechini oldim, Samarqand lechiniyasi. Qilcha ta'sir ko'rsatmadi. Yaxshi bo'lib ketdim. Qarbiram oyoq, qo'l, ko'z, davleni bor. Yana keldim oldingizga. Sizga sovg'a bilan. Nima sovg'a? Qachon bu nima qilasiz? Yaxshi kunlarga ato etib bersin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh ihsonlaringizni dargohida qabul bo'lsin. Bu narsada bas, sizlar qancha shifo topsangiz men xursandman. Sizlarning shifo topganlaringizni ko'rib shunday quvonaman. Bu Allohdan menga beradigan ne'mat. Alloh xislati bu. Bu menga bergan narsani sizlarga men topshirishim kerak. O'shaning uchun sizlarga niyat qilib qo'yaveraman. Rahmat. Dunyo turguncha turinglar. O'zingiz ham Kasal bo'lmanglar. O'zingizga ham Alloh. Qancha bitta odamni og'rig'i, dardi 5 minutga to'xtasa ham katta narsa. Shunday. Sizlarga umrbodga to'xtasin. Shunday, rahmat. Ular men xursand bo'lib, shifo topib ketinglar. Men ertaga mendan xursand bo'lib, o'shaga kelganlarga xursand bo'lib ketishni Allohdan so'rab qolaman. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ehson qilib yurmanglar. Sizlar hijob bo'lmanglar mendan. Yurakdan shunday sovg'a qilg'im keldi. Bizni tunlarda kiyib yuring. Alloh rozi bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Boshim og'rib Qatdan keldingiz? ko'tardim Chimkentdan. Chimkentdan keldingizmi? Oyog'im Bir seansdan keyin ilg'iydi. shu oyog'im turishib, ikkinchi oyoqqa o'tdi. Hozir qarab turing. Hozir bormi og'riq? Ha? Qo'ydimi? Chimkentni qaydarsiz? Bizmi shu Bekjonimiz. Ha? Bekjonni. Bekjon? Ismingiz nima? Mavlud. Molda qanday holatingiz? Kecha yaxshi. Yaxshi. Chunki bugun bildim boshim og'ridi. Ilg'iydi, hammasi seansdan keyin ilg'iydi. Darsın şeymi yo'qmi davleniyami sahar? Siz yaxshi bo'lsa nima kerak bu? Bilmayman, ishga aytgan shuni so'raydigan. O'zgarish qalay? Kecha og'amdan keyin yaxshi. Xudo xolasa quvonib chiqqan edi. ilg'ab turib qo'yib yuboryapti. Hurmatli chimkentliklar, qozog'istonliklar, biz xudo xolasa 27-dan Chimkentda bo'lamiz, sayramda bo'lamiz. Xudo xolasa biz e'lonlar qo'yib boramiz. Shifo Allohdan. Chimkentliklar ovora bo'lib kelib yotmanglar, xudo shuni ko'rishamiz. Yaxshimi, yaxshimi? Qozog'istondan keldim shudan. Qozog'iston qayerda? Shudan keldim, shudan. Shudan Qozog'iston. Ha? Xudoyimizdan keldik. Shuda degan Qozog'iston qayerda u shuda? Taraz bo'yna Jambuldan. Tarazdanmi? Taraz ari shu degan. Ha. Olmaotadan beri. Ha. İlk oyog'im og'ridi, operatsiya degan, so'ng kesla bor bunda. Tarazdan rosa keldi Qozog'istonda bo'lganimizda, seansda. Unda kesla bor edi. Siz ham operatsiya degan bo'ladimi? Yo'q, operatsiya emas, xudo xolasa. Hozir qalaysiz? Yaxshimi? Sizlar yaxshi bo'ldingiz? Og'riq bormi, yo'qmi? Qayerda bor? Mana oyoqqa operatsiya. Mendichi. Ha? Yaxshimi? Ko'ring. Haqiqatda ko'pchilik talab istaklariga binoan haqiqatda biz atdan kelganimizdan keyin rosa ko'pchilik murojaat qilishyapti. Yana qachon kelasizlar? Yetib kelolmaganlar rosa harakat qilishdi. Endi xudo xolisa uzr so'raymiz. Shu kunlari arafa kunlari edi va hali qaytib bordik. Xudo xolisa bu safar xudo xolisa astoydil Allohdan sizlar uchun so'rab boraman, shifoni Allohdan. So'raylar, mana so'rayman. Shifo Allohdan. Elimda kircham bor. Dumg'azada oyoqlarim og'riydi. Boshim og'riydi. Davlenim ko'tariladi. Hozir qarang. Minglashingizmi? Qaytingizda? Ko'zim ochildi, oyog'im qattiq og'riydi. Ko'z ochildi? Och ko'z bekmadi? Yo'q. Boshim og'rib turibdi-da. Ha.
Endichi. Yaxshi. Nima yaxshi? Boshim og'riq. Qaytdim, qayerdan keldi? Hozir ko'ring apajon. Ha? Endichi. Ha? Nima yaxshi? Birinchi kelishdingizmi? Ha. Tavba. Ota-onaxon qanaqasiz? Qayerdan kelding? Qirg'izistondan. Qirg'iziston nima bezda qildi? Bir kuni keluvdim, keyin Qozog'istonga ketib qoldingiz-da. Shu yana qaytib keldi. Yaxshimi, xudo xolasa? Bizga ishlar yaxshimi? Bo'lsa yaxshi. Endi shu bel tikka bo'lmayapti-da. Bo'ladi, xudo xolasa. Mana sizdan so'ranaman, uka. Qirg'izistonga olib ketish kerak sizni. Xudo xolasa. Qirg'izistonga ham boramiz, xudo xolasa. Hozir Qozog'istondan keyin baribir Qirg'izistonda rosa muxlislarimiz ko'p. Shifo talablari ko'p. Xudo xolasa boramiz Qirg'izistonliklar. Niyatimiz sizlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi, men. Qayerdan keldingiz siz? Aqto'dan. Aqto'dan, Qozog'iston Aqtov. Qozog'istondan keldim men. Izmeniyingiz o'zi? Yaxshi bo'ldim, kecha yaxshi. Yaxshi bo'ldingizmi? Yaxshi, uyqu yaxshi. Мне давление, шейный хондроз, и давление давно. И, собственно, щитовидка мне идет. Bismillah. Сердце, Ismingiz nima edi? печень. Atingiz nima edi? Ayman. Ayman apa Aqtovdan kelishgan. Aqtovliklar ko'p keldilar, men xudo xolasa. Я печень. Qozog'istonda ko'rishamiz ular bilan shu. Sayramda ko'rishamiz. 27-dan boshlanadi. Береги верните мне, А сейчас как? О, yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi bo'lyapti, mendan emas. Да. Endi Легче. Легче, да? Легче, да. А сейчас? Точно? Точно, у меня И чё, это куда не ушел? больно. Не больно, хорошо. Qayerdan keldilaring? Tojikiston Xo'jam. Vash mama. Nima bezda qilyapti, opa? Mami boshimning seni va ko'zing og'riyapti. So'ng nafasim gifti. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir ora bormi? Yengillashdimi? Ha, Nag'izmi? Meni qo'lim mana bu yeri juda ham og'riydi. Hozir bormi og'riqingiz? Ne istadi? Ha? Kamaydimi? Endi-chi? Na? Sabuq? Ko'ring. Ha? Sal yengillashdimi ona? Ha. Endi-chi? Yuring-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Va oyog'im ham terisi karaxt. Alloh shifo ber. Endi-chi? Qalaysiz? Yengildimi? Yengillashdimi? Sabr shudmi? Sabr. Sabrsiz Alloh deganidan. Alloh shifo ber, onamga shifo ber, Alloh. Qalaysiz? Ko'zim ham ochilsa bo'ldi. Endi-chi? Kampar ishni. Kampar ochildimi? Ha. Endi-chi? Naz? Assalomu alaykum. Bormisizlar? Allohim shu kelgan shu bemorlar darlarga shifo ber. Noumid qilmagin Alloh. Bular umid bilan kelgan Alloh. O'z shifoxonangda shifo bergin Alloh. Bularni birovlarga muhtoj qilmagin, hech kimga muhtoj qilmagin Alloh. O'zing olib bergan dardni o'zing olgin. Allohim o'zing nazaringga tushsin bular. Alloh bular umid bilan keldi. Noumid qaytarmagin Alloh. Shu bizni shu kir qo'llarimiz em qilgan Alloh. Mana ham niyat qilib Alloh sani deb qo'l uryapman Alloh. Meni ham yuzimni yorib qilgan Alloh. Bularni qanaqa ichida, tanasida, ruhida kasallik bo'lsa o'zing olgin. Faqat sendan so'rayman. Shifo sendan, mendan emas Alloh. Faqat ixlos qilasizlar. Ixlosda bor. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ota qayerdan keldingiz? Dushanbedan? Nima bezda qiladi? Shu ben 3 seansim 7 safarga seansi bo'ldi. Nima bezda qiladi? Shu grejam bor edi, bel og'riyardi. Bellar yaxshi bo'ldi 3 seansda. Undan keyin shu qo'ymishda to'xtab qolgan, shundan past oyoqni noqulay. 3 seans yaxshi bo'ldingiz. 3-da yaxshi bo'lgandi. Hozir bormi og'riqingiz?
bor. Shu bellardan yaqinda shu 3-chi rosa qizdirib nima bo'lganida ancha yaxshi. Endi-chi. Sal bo'sha. Bu yengillashyapsizmi? Yengillashyapti. Shifo. Ismingiz nima? Davlat ali. Davlat aka. Ko'ring. Aka. Yengillashyapsizmi? Akajon. Nima qayerdan keldingiz? Qashqadaryo. Nima bu? Bosh og'riq bor. Buni hazm bo'lish qiyin. Birinchi kelishingizmi? Birinchi keling. Belda og'riq. Sal tezada. Aka nima bo'ldi? Nima? Yengillashyapsizmi? Endi-chi? Ha? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Andijondan. Nima deysiz? 10 kundan beri o'tib kezib yuraverib, mana nihoyat ko'zingiz ko'rishingizga bo'ldik. Aka meni bel, oyoq, keyin bosh, quloq shing'illab, ko'zlikcha anaqa uchib binasi nima bo'ladi. Mayli, Allohdan so'raylik. Alloh Bismillah. omad qilmasin Alloh. Allohdan mendan. Qozog'istonga ketib qolganlarnikida Qozog'istondagilaringizni ham ko'rdim. Kecha 12-chistodagini ham ko'raman. Umid qilaman. Xudo xolasa. 6 yil shu Griza bilan shug'ullanyapmiz. Qaja zo'rib ketmayapmiz. Ismingiz nima? Bismillahirrohmanirrohim. Abdug'ani. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir bormi? Jicha qo'ydi. Qayerda bor hozir? Endi oyoq bilan belgicha qo'ydi. Qo'ydim. Jicha qo'ydi. Endi-chi? Belda jicha bor ekan. Oyoqchi? Oyoqda sal o'zgarish bo'ldi. O'zgarish bo'lyaptimi? Alloh o'zing shifo ber. Bismillah. Qo'yyaptimi ber? Ha? Ha, sal qo'yyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Endi qani. Aka. Yaxshi o'zgarish bo'ldi. O'zgarish bor-a? Alloh shifo bersin. Nima bo'lyapti? Biroq aytmay o'tgan yil 2 marta keldim, почти yo'qoldi. Ha. O'tgan yil avgustda oyoqimdan qo'lim ishlamay qoldi. Hozir ko'ringchi. Jami yo'qda belni tutibdi. Endi-chi? Yengillashdimi? Endi qani. Boshingcha yan. O'zgarish yaxshimi? Ha, yaxshi. Qo'yib yubordimi? Ha, qo'yib yubordim. Ko'ring. Yuring. Yuringchi. O'zgarishlar bormi? Ha? Aysan otish. Tashlayvering. Sapalg'a. 100 metr yursam 200 metrdan keyin bundan buyon qolib qoladi. Hatto ta'limida aytib qo'ydim. Sal yengillan. Ko'taring, Hasan tutmang, sekin yuring. Yaxshimi o'zgarish? Ha, yaxshi. Sapalg'asa qo'ymang. Ha, aka, nima bo'ldi? Bel bilan oyoq og'riyapti. Qayerdan kelding? Bugun keldingmi? Bismillah. Endi-chi? Yengilladingmi? Qancha bo'ldi bunga? 3-4 yildan beri. Yaqinda qattiq ushib. Endi-chi? Bas! Ha? Nima? Yur endi. Ha? Nima zo'r? Qara. Tez bo'li. Ha? Anami? Ismi nima edi? Kavalni. Alloh qo'yib yuboring bunda. Kasalligini ol endi. Qara. O'tirib turchi? Ha? Ozgina bormi? Halingdan qanchalik yaxshi? Bo'yindan ancha yaxshi. Ancha yaxshimisan? Qo'yib yubordi, Alloh qo'yib yuborsin. Endi qara. Ha? Ancha yaxshimisan? O'zgarish bormi? Salpa ilg'ab turar uka, qo'rqmagin. Assalomu alaykum. Onajon, assalomu alaykum. Voy alaykum assalom. Nima bo'ldi? Sizga oxiri yetindim-da. Nima bezda Allohim jo'natdi sizga, Allohim jo'natdi. Nima bezda qildi ona? 2,5 yildan beri mana o'chizsam, bukulim yedi, og'riydi, belim, Hozir og'riqlar bormi? saqrim bor. Bismillahirrohmanirrohim.
Anqalari ham og'riydi. Og'rimaydi, aytaman, og'rima deyman. Tomirlarim ham og'riydi. Og'rimaydi, onam xudo xolisa. Qancha istiqbollar yetib keldim oldingizga. Xudo xohlasa. Quvonjon o'g'lim. Xudo xolisa zo'r kutasiz. Sog' bo'lsin Allohim. Shifo. Hozir bormi og'rig'ingiz? Yo'q, hozir yo'q. Mana hozir mana shu yerda nima qildingiz? Yo'q. Bormidi? Kechasi luqillab og'rib chiqqandi. Bo'ldi, aytama. Uyqu ham yo'q, sahrim ham bor. Ilohim shifo bo'lsin. Qayt shunchi? Mana shunday ahvolda-da. Hozir bormi og'riq? Og'ir. Mana oyog'im og'riyapti. Bunisi yengilmi? Bu yaxshi. Aqas tomirini ham qo'ring. Ko'ringchi. Allohga shukr. Yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldimi? Yuringchi. Belimni ham qo'yib. Hozir yuringchi. Yo'q, yuraveraman. Noto'g'ri to'xta, yo'q. Enkiya nima? Aytamiz. O'tirolmayman-da. Xudosi yaxshi bo'lasiz, xudo xolasa. Namozga vaqti o'tirolmayman. Allohga shukr. Allohga shukr. O'zingga shukr Allohim. Hozir ko'ringchi. Belim ham yaxshiga o'xshayapti. Yaxshiga o'xshayaptimi? Ikkita qo'limni sidirib yuboring. Voy tavba. Ana oshqozonimda sahrim bor. Yo'qotamiz sahringizni. Ilohim. Yig'lamang, yaxshilikka onim. Qani ko'ringchi ona. Qiynalib ketdim. Ha? 2 yildan beri. Hozir qalaysiz? Hozir yengil bo'lib qoldim. Yo'q, Hech qaytim og'rimayapti. Nima og'rimaydi? Og'rimasin. Ilohim. Qiynalib ketdim. Xudo yaxshi bo'lib qolasiz. Rosa doktorlarga ham qaratdim. Nima bo'lmadimi? Yo'q, foydasi bo'lmadi. Shifon o'ladim. Hozir 1 yilda sizga yetindim endi. 1 yildan men sizga orzu qilaman. Alloh yo'l endi ochibdi-da. Keyin ketib qoldingiz. Kelganimda yo'q edingiz. Qaytib ketdim keyin. Mana qalay bo'ldi hozir? Zo'r. Zo'rmi? Bir aylanib kelingchi, ko'ringiz. Anatlar yurib ko'ringchi. Qo'rqmasa ayoli og'rigan ko'ring. Oyog'im o'tiradimi endi? Tizzam bitlanarmi? Ko'ringchi. Ha? Yengilib qoldingizmi? Og'rimaydi-da, ona. Yaxshi. O'zi yaxshi bo'ldimi? Zo'r, yaxshi hozir. Akangiz nechinchisi bu? 4-inchisi. Holat qanaqa? Holat ancha yaxshi. O'zgarishlar bor, ha? O'zgarishlar bor, faqat tizzaga tushavergan qo'yishlar. Endi-chi. Bor, yelkada bor. Endi-chi. Ozgina bor. Yengilishyaptimi? Ha. Ko'ringchi. Ha, yaxshimi? Yaxshi. Yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Chustdan. Chustdan. Umringiz uzoq bo'lsin. Aka nima bo'ldi? O'zgarish yaxshi. O'zgarish yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan keldim. Nima bizda qilyapsiz? Shu hazm bo'lishi, beldan sal og'riqlar bor, o'zgarish yaxshi. Ketdan-chi? Qalaysiz? Yaxshi. Omadingiz bersin. Aka nima bo'ldi? Bizda qovoq og'riydi, doktorlardan qochib keldim. Qovog'im og'riydi, shunday doktorlardan qochib keldim. Hozir bormi? Hozir yo'q. Belim ham og'riydi. Qo'shib chiqishga qildim. Endi Og'riq yo'q. bormidi? Bor edi. Doktorlardan qochib keldingiz? Qochib keldim. Beka qochishda xafa bo'ladi doktorlar. Ay, xafa bo'lsa ham men sog'libsam. Siz boqing. Shifo. Endi ko'ringchi. Yaxshi. Nima yaxshi? Og'rig'i ketdi. Qo'ydingmi? Qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan. Qashqadaryo. Qanday bo'lsa hozir?